Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Gollandiya Uyg'ur kishilik huquq fondining raisi Ahmedjon Qosim Gollandiyada chiqadigan xalq gazeti bilan suhbat elib berib, Uyg'ur musofirlari duch kelayotgan qiyinchiliklar va o'zining beshidan o'tkazgan kechirmishlar asosida Sharq Turkistondagi mavjud vaziyat, 5-iyul Urumchi qatliami qatorliq Uyg'ur xalqi duch kelayotgan qirg'inchiliklarni kun tartibga elib kelgan. Ahmedjon Qosim Gollandiyaning xalq gazetining muxbiri Angela Wallis bilan elib borgan bu suhbatda o'zining Sharq Turkistondan Gollandiyaga kelish jarayoni va shu vaqt yuz bergan 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining o'zining oilasi ko'rsatgan ta'sirini bayon qilish bilan birga 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining asli mohiyatini yoritib bergan. U mazkur gazetga bergan suhbatida 5-iyul kuni yuzlagan Uyg'ur yoshlarining ko'chalarga chiqib, Xitoy hukumatiga qarshi namoyish qilganligini, ayni vaqtda bu namoyishga sabab bo'lgan deb qaralgan Guangdongning Shougan degan yerdagi Shuri o'yinchiq zavodida yuz bergan qirg'inchilikning hargizmi Xitoy hukumati tasvirlagandek ishchilar o'tirsidagi ziddiyat bilan munosabatlik emas ekanligini, Xitoy davlat taratqullarining namoyishchilarni chet el kuchlarining buyrug'i bilan terrorchi qilib tasvirlaganligidek safsatlarning hech birining to'g'ri emasligini, aksincha bu namoyishning aslida uzun yillardan buyon Uyg'urlarning ikkinchi darajalik fuqaro sifatida muomala qilinishiga bo'lgan umidsizligining natijasi edi deganlarni o'tirib qo'ygan. Ahmedjon bu suhbatda yana o'zining Xitoy boshlang'ich maktabida o'qiganligini va hamisha Uyg'urlarga qartilgan kamsitishga shohid bo'lganligini, hatto oliy maktab o'quvchilarini ishga qabul qilishda Uyg'urlar qabul qilinmaydi deb yozilgan ishga ilish e'lonlarini ko'rganligini, o'zining dadasining 2017-yili qo'lga ilinib, atalmish qayta tarbiyalash lageriga solanganligini va keyin 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligini ta'kidlab, Uyg'urlarning beshiga kelayotgan Xitoyning fashist siyosatlari, qirg'inchiliklari va bu masalalarning Xitoyning tashqi dunyoga tarqatgan qandaqdir radikallik yoki atalmish tarbiyalash bilan hech qanday aloqasi yo'qligini, faqat bu masalalarning tub sababining bizning milliy kimligimiz, ya'ni Uyg'ur bo'lganligimiz va shu zaminning asli egisi bo'lganligimiz uchun yuz berayotganligini o'tirib qo'ygan. Ahmedjon yana Yevropada kunsiri yukselayotgan irqchilik xohishlari haqida to'xtalib, Gollandiyada yashayotgan o'ziga o'xshash birinchi avlod ko'chmanlarining Yevropa davlatlaridan minnatdorlik his qilganligini, buning sababining Uyg'urlarning bu yerda o'zlarini bexatar his qilganligini, ammo o'zining boshqa ko'chmanlarga o'xshash maktabda o'qituvchilar tarafidan kamsitilganligini, ba'zi yerlik o'quvchilarning uni masxir qilganligini, ko'chalarda ba'zan til va haqorat kuchirganligini, o'zining irqiy jihatdan kamsitish kuchirgan vaqtlarning bo'lganligini o'tirib qo'yib, Yevropa va G'arb davlatlarida yashayotgan Uyg'ur musofirlar duch kelayotgan qiyinchiliklarning birining bu ekanligini va bu haqdagi andishalarni ta'kidlagan. Bu haqda telefon orqali ziyoratimizni qabul qilgan Ahmedjon Uyg'ur ko'chmanlarining minnatdorlik tuyg'usi bilan demokratik qarashni farqlantirib, dadil fikr qilish, Yevropa va G'arb davlatlarining qimmat qarashi bo'yicha o'zlari fuqarolik huquqiga ega bo'lgan davlatning demokratik qoida-qonunlardan unumli foydalanish kerakligini, irqchilik, yaklash va tuvan ko'rishlarga duch kelganda sukutni tanlashning to'g'ri emasligini ta'kidlab, mundaq deydi. Bizningki birinchi davr ko'chman bo'lish sutimiz bilan biz albatta shundoq minnatdor. Mushu Gollandiyaning bizga bergan bexatarligi, bizga bergan ishlari, bizga bergan har qanday yaxshi taraflardan biz shundoq minnatdor. Biz unga rahmat aytamiz, lekin undan sirtmi biz Gollandiyada duch kelayotgan mundaq irqchilik, mundaq kamsitish degan narsalarning hammasining bor ekanligini men dedim-chu uni. Chunki Gollandiyada burun birinchi davr ko'chmanlar buni deyolmaydigan holatda kelgan. 70-yillar, 60-yillarda mush Gollandiyaga Turk, Marok ko'chmanlar kelgan chog'da ular birinchi davrlik ko'chmanlik bo'lish salohiyati bilan bu yerda undaq bekchiq o'ziga uchirgan kamsitish, ham irqchiliklarga unda nim qilib ketmagan bo'lar. Chunki biz bu yerga keldik, pul topqil keldik, biz bu yerda mehmon bo'lib keldik, shunga nim qilishimiz kerak deb. Mening shaxsiy ko'z qarashimda uni qilsak bo'lmaydi, chunki biz albatta minnatdor bo'lishimiz kerak Gollandiyaning biz uchun qilgan ishlariga, lekin undan sir biz ko'rgan irqchilik, biz ko'rgan millatchilik ishlarga biz undaq sal qarsak bo'lmaydi. Onunga bu kelgan chog'da cho'qim
o'zimizningki his qilganlarimizni ham ko'rganlarimizni ham mushu tuyg'unimizni ochiq oshkora deyalishimiz kerak. Amerikada chiqadigan milliy baholash to'rining e'lon qilgan bir xabarida Xitoyning kan mahsulotlari monopoliqining Uyg'ur majburiy amkining ustiga qurilganligi o'tirib qo'yilgan. Milliy baholash to'rining 8 yanvar e'lon qilgan xabarida Xitoyning kan mahsulotlari monopoliqining Uyg'ur majburiy amkining ustiga qurilganligi o'tirib qo'yilgan bo'lib, mazkur maqolada Xitoy korxonalarining Uyg'urlarni kan rayonlarida qul ishchi sifatida ishlatganligi, aviatsiya va davlat mudofaa qurilishlarida ishlatiladigan litiy, titan, magniy va seyrak to'pi qatorliq mahsulotlarning Uyg'urlarning qon tari badliga kelayotganligini, Xitoy hukumati majburiy emgakdan kelgan tanarxi tuvan bu mahsulotlar orqali xalqaro bozordagi raqobatni buzib, ta'minlash zanjirlarini bulg'aganligini o'tirib qo'yib, Amerika Xitoydan keladigan muhim kan mahsulotlarga tayinishdan qutulmoqchi, Xitoy o'zining afzalligini Xitoy qarshi qurol sifatida ishlatadi deganlarni o'tirib qo'ygan. Amerika parlament a'zosi John Molinar va Zak Nun tarafidan yozilgan bu maqolada o'tgan yilning oxirida Xitoy seyrak to'p eksportini kontrol qilib, keng ko'lamli cheklamalarni yo'l qo'yganligini va muhim kan mahsulotlarini savdo qilinadigan tovar emas, balki Amerika va ittifoqdoshlarga qarshi ishlatiladigan kuch sifatida qo'llanganligini, Amerikaning bu tayinish masalasini hal qilmoqchi, Xitoyning uni Amerikaga qarshi qurol sifatida ishlatadiganligini ta'kidlagan. Mazkur maqolada 10 yildan ortiq vaqtdan buyon Xitoyning izchil tahdid bo'lib kelganligini va hukmronlik qilmoqchi bo'lgan kasblar kontrol qilishni planlagan ul aslarlar orqali ishki jihatdan yordam berish, bozorlarni kontrol qilish, muhim qatnash va aloqa nuqtalarini egallash va bu kontroldan foydalanib o'zining imtiyozini oshirayotganligini ta'kidlagan. Majburiy emgakdan keladigan seyrak to'pa va muhim kan mahsulotlari, dehqonchilik mahsulotlaridan tortib kurashchi aeroplanlargacha, seyrak telefon, to'qliq mashina, top o'qi qatorliqlarning hammasi Xitoy kontrol qiladigan bu materiallarga tayinadi. Xitoy shirkatlari 1995-yili Amerikaning seyrak to'p ishlab chiqaradigan Indianadagi zavodini setib olganda kam deganda 5 yil bu zavodlarni aktiv saqlashga va'da bergan bo'lsa-mu, ayni vaqtda bir kundan keyin zavod taqilib, ishchilar ishdan bo'shatilgan va ishlab chiqarish Xitoyga yo'tkalgan. Bu xil ahvol boshqa sohalarda ham takrorlangan. Hozir Xitoy dunyo miqyosida kam uchraydigan kanlarni qezishning 70%ni, kan mahsulotlarini pishiqlab ishlashning 85%dan 90%gacha va magnit ishlab chiqarishning 90%dan ko'pragini kontrol qiladigan bo'lib, Xitoyga munosabatli bir tekshirishda Beijingning kan mahsulotlarini pishiqlab ishlash zavodlariga taxminan 57 milliard dollar yordam puli berganligi va ularning hukumatning orzusidan chetnagan baholarini e'lon qila olmaydiganligi o'tirib qo'yilgan. Bu sababdan John Molinar, Zak Nun apandilar Amerikaning ishlab chiqarish kuchini jonlantirish uchun davlat miqyosida tirishchilik ko'rsatish lozimligini ta'kidlagan. Turkiya hukumatining yangi boj siyosatida Xitoyning Uyg'ur majburiy amgaki mahsulotlarini sotadigan savdo torbetlariga ig'ir bojlar yo'l qo'yilgan. Turkiya hukumati 2026-yili 7 yanvar kuni Türkiye'nin resmi gazetida e'lon qilingan davlat raisi qarornomasiga asosan chet eldan tor orqali arzon bahoda mal sotib olishga berilgan barliq e'tiborlar amaldan qoldirilib, Uyg'ur qarindoshlarimizning qon tarbiyalik ishlab chiqarilgan arzon baholiq tovarlarini bozorga soladigan Alibaba, Shein, Temo'ga o'xshash Xitoy tor savdo supularga qarshi tarixiy bir qadamni olgan. Turkiya hukumatining bu qarori Uyg'ur qulluqchilarining qon tarbiyalik ishlangan Xitoyning axlat mollarini dunyoga to'van bahoda setayotgan Xitoy shirkatlariga urilgan shapaloq deb qaralgan. Bu qatimqi yangi belgilamaga asosan ilgari chet eldan zakaz qilingan 30 yevrogacha bojsiz kirish e'tibor siyosatini butunlay amaldan qoldirgan bo'lib, bu qonun bo'yicha Turkiyada bundan keyin Xitoy mollarini to'rdan arzon bahoda setib olishning tanarxi o'sgan. Turkiyaning yangi boj nisbatlari tovandikicha bekitilgan. Yevropa ittifoqidan kelgan mollarga 30%, Xitoy qatorliq boshqa ellardan kelgan mollarga 60% va alayda turlardagi yuqori bojlarga qo'shimcha yana 20% boj qo'shilgan. Bu qaror Turkiyaning savdo tangpongligi va yerlik ishlab chiqaruvchilarni qo'g'dashni maqsad qilgan bo'lib, davlatning rasmiy gazetida e'lon qilinib 30 kundan keyin rasmiy yo'lga qo'yildi ekan. Va bundan keyin Xitoy torbatlardan mal kelmoqchi bo'lganlar faqat yuqori boj to'lab qolmay, yana tamojna vakolatchilar orqali rasmiyat bejirishga majbur bo'ladi ekan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar.
Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.